Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Bugungi video kontentimizda sizlarga eng dolzarb masalalardan biri, ya'ni axborot kommunikatsiya texnologiyalari bilan ishlash jarayonida so'rovnomalar yaratish, Google Formslar bilan ishlash, ularning turlari bo'yicha ma'lumot berib boraman. Ismim Boturova Nigora Qoyirovna, aniq va tabiiy fanlar kafedrasi dotsenti. Sizlar bilan o'quv mashg'ulotini olib boramiz. Xo'sh, Google Chrome brauzeriga kirgan holatda barcha so'rovlar yaratish, albatta Google akkaunt bilan o'zingizning gmail.com elektron pochtangiz orqali registratsiyadan o'tasiz. Mana ekranda ko'rib turganingizdek, mana shu qismida shunda 9 ta nuqtadan iborat bo'lgan Google'ning dasturiy vositalarining приложение Google degan bo'limga kiramiz. Bunda Google Disk yoki bo'lmasa uning bir necha ilovalari mavjud. Shundan pastki qismga o'tgan holatda forma bo'limiga kiramiz. Mana forma bo'limi ochildi. Bunda maxsus shablonlar ham mavjud. Turli xil taklifnomalar yoki o'sha tadbirlarning olib borilishi, ma'lumotlarning bo'lishi, bu turli xil shablonlar. Biz hozir darsimizda yangi bo'sh formadan noldan boshlashni o'rgataman. Buning uchun bo'sh, ya'ni pustaya formaga kirib, interfeys mana shundan iborat. Ya'ni interfeysda dizaynlar, ko'rish, ya'ni prosmotr, orqaga bo'lish yoki opublikovать qilish jarayonlarini ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda uzatish yoki qanaqadir qo'shimchalarni olib borishimiz mumkin. Novaya forma, ya'ni so'rovnomalar tashkil etish. Masalan, tinglovchilar o'rganish imkoniyati mumkin bo'lgan, o'rganishi lozim bo'lgan dasturlar haqida so'rovnoma. Ya'ni ularning ehtiyojidan kelib chiqqan holatda biz ulardan mana shu maxsus so'rovnomalarni o'tkazishimiz mumkin bo'ladi. Bu misol tariqasida. Xohlang siz maktabda o'quvchilaringiz yoki ota-onalaringiz bilan ham xuddi shunaqa guruh rahbar sifatida ota-onalar bilan so'rovnomalar ham o'tkazishingiz mumkin bo'ladi. Описание qisqacha bo'limida uning qisqacha izohini ham berishingiz mumkin. Ya'ni bugungi mavzumiz bizda beriladi, demak o'quvchimiz o'rganishi lozim bo'lgan dasturlar haqida so'rovnoma. So'rovnomamizni turlari bor. Ekranning o'ng tomonida qo'shish belgisi mavjud. Добавить вопрос, ya'ni savol qo'shish. Savol qo'shishda uning turlari, ya'ni один из списка, ya'ni ro'yxatdagidan faqat birtasi, ma'lumotlar so'rovlar yoki abzas bo'yicha ma'lumotlar, bir necha ro'yxatdan qabul qilish, ochiluvchi ro'yxatdagi savollar, bu turli xil savollarimizning turlari bo'ladi. Ochiluvchi ro'yxatdan birtasi to'g'ri sifatida misol ko'rsatamiz. Masalan, ayni vaqtda siz ishlash ko'nikmasiga ega bo'lgan dasturiy vosita qaysi? Dasturiy vositalar qaysilar? Tahrirlashimiz mumkin yo'g'on harflar bilan, kursiv harflar va hokazo. A variant ofis dasturlari. Ofis dasturlari, ya'ni buning tarkibiga Word, Excel, PowerPoint taqdimot yaratuvchi dasturlarimiz misol bo'ladi. Keyingisi grafik dasturlar.
hamda web dasturlari. Bu bir tanlovli. Mana bu yerda keyingisi bo'lishi mumkin. Mana bu yerda biz asosiy, ya'ni обязательный вопрос agar shuni bajarmasa keyingisiga o'tish imkoni mavjud bo'lmagan bo'lsa, demak bunda yo'qib qo'yamiz. Va 3 ta variant qismida savol-javoblarni перемещать ответи qilib qo'yib, demak o'zgartirish imkoniyatimiz ham mavjud. Описаниесida qisqacha описание berishimiz mumkin. Mana bu qismda выбрать действие каждого варианта qismida esa, demak shu javobni berganda qanday amalga oshirsin. Masalan, ofis dasturlarini belgilasa, перейти к следующему разделу. Ya'ni siz boshqa razdelga o'tishingiz mumkin. Ya'ni ofis dasturlarini bilsa, demak unga yana qanaqa dasturlarni o'rganish imkoniyati bo'lgan bo'limga o'tkazish. Grafikni bilsa, alohida. Mana shu qismidan uni настройка so'zlab olishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi savolimizni tuzamiz. Qo'shish, ya'ni endi ko'p tanlovli turidan bir necha variantlarni tanlash. Siz o'rganishni xohlaydigan dasturlarni nomini belgilang. Dasturlarni ko'rsating. Va bu yerda variantlarda yozamiz. Excel. Elektron jadvallar bilan ishlash, bulutli dasturiy vositalar, yoki bo'lmasa yana turli xil web dasturlar, kontent yaratuvchi, va hokazo. Shunga o'xshash, demak, javob variantlarini bir nechalarini tanlab ketishimiz mumkin va shu tariqada добавить variant qismi orqali ularning sonini ko'paytirib olishimiz mumkin. Nusxalash mumkin, dalil qilishimiz mumkin. Albatta, обязательный вопрос sifatida ko'radigan bo'lsak, demak, buni tekshirishda, проверка ответовda, xo'sh, biz qanday berishimiz mumkin? Проверка ответовda выберите не менее, ya'ni ikkitadan ortiq tekshirilganlarni demak ko'rmaslik yoki не более ko'prog'ini belgilash. Равно agar bu yerda число bo'lsa, agar bu yerda matn bo'ladigan bo'lsa, turli xil boshqa usullarni ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Matn qismida, описание qismida boshqa turlarni ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Yana keyingi qismida добавить вопрос qilib, matnlarni tahrirlash, rasm qo'yish yoki turli xil videolarni ham so'rovnomada video joylashtirilishi ham mumkin bo'ladi. Yoki bitta so'rovnomani, demak, ikkita razdellarga yoki bir necha razdellarga ham bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu abzas qismidan beriladigan, ya'ni tekst so'rovlari bilan, masalan, ayniqsa uning fikrini eshitish, masalan, tekst stroka qismida siz kiritishingiz mumkin. Sizning ta'lim muassasangizdagi AKT jihozlarining AKT jihozlari va ulardan foydalanish imkoniyatining mavjudligi. Imkoniyatining mavjudligida haqida qisqacha yozing. Mavjudligi. Turli, chunki
turli pedagogik dasturiy vositalardan, interfaol o'yinlardan tayyorlashda, demak, maktabda yoki ta'lim muassasalarida o'qituvchimiz shu faoliyatni davom ettirishda va keyingi uning faoliyatini monitoring qilishimizda bu juda ham muhim savol deb o'ylayman. Chunki qo'llagan o'sha interfaol o'yinlarini, dasturiy vositalarini va internet orqali amalga oshirish mumkin bo'lgan topshiriqlarni demak bilishimiz mumkin. Bu yerda o'quvchi, o'sha tinglovchimiz o'zini fikrini yozish holatida beradi. Bu ham обязательный вопрос sifatida ko'riladi va проверка ответовda chislo emas, mana bu yerda berishimiz mumkin turini matn yoki uzunligini yoki raqamli asosida, agar kompyuterlar masalan informatika ustozlarimizda kompyuter sinflarining sonini so'rashimizda chislo sifatida berishimiz mumkin. Fikrini so'ragan matnli ma'lumotlar so'rasak, demak matn ma'lumotini kiritadi va uzatiladi. Va shu tariqa bugungi so'rovnomamiz mana shunaqa turlar vazifasidan bir nechalarini tuzishi mumkin. Opublikovать va opublikovatda demak siz admin sifatida yaratganda o'quvchilarimizni yaxshi jihati bu yerda so'rovnomani monitoring qilish imkoniyatining mavjudligi. Ответ qismida nechta tinglovchi javob berdi va har bir tinglovchimizning natijalarini, javoblarini ko'rishimiz mumkin. Sozlash qismida turli xil savollarimizda taqdimotlar ulashib qo'yishimiz yoki savollarimizda ballar berishimiz ham mumkin bo'ladi. Bu faqatgina so'rovnomalar olish uchun emas, balki o'quvchilarimizni, tinglovchilarimizni bilim darajasini baholash uchun ham kerak bo'ladigan so'rovnoma turlari hisoblanadi. Va opublikatsiya qismida olamiz opublikovatsiya. Mana bu qismida siz qisqa silkani olishimiz mumkin, bu uzun qismi, va korotkiga galochka qo'ygan holatda qisqasini olishimiz mumkin. Nusxalab olib, ixtiyoriy foydalanuvchilarga joylashtirishimiz mumkin bo'ladi. Bugungi axborot kommunikatsiya texnologiyalari bo'yicha, ya'ni bulutli texnologiyalarda so'rovnomalar yaratish shulardan iborat edi. Keyingi darsgacha xayr, salomat bo'ling.